Travma olgandan keyin paylar cho'zilganda yo suyaklar singanda uy sharoitida davolash qanchalik to'g'ri? Bu mutlaqo noto'g'ri hisoblanadi. Sababi agar travma olganingizda paylaringizda cho'zilish yoki suyaklarda singanda o'tib ketadi deb o'ylagan bu xato hisoblanadi. Sababi agar suyaklar sinsa, noto'g'ri joylashgan holatda bitib qolsa, bu keyinchalik doimiy og'riqqa, ko'proq yurganingizda yoki nagruzka berganingizda, zinalardan chiqib tushganingizda yoki sovuq kunlarda juda ham og'riq kuchayib ketadi. Pay sohasida cho'zilishlarda esa ko'proq tendinit, fassia qavatini cho'zishlarida esa fassit, agar bo'g'imga yaqin joylarda siniqlar kuzatiladigan bo'lsa, posttravmatik artrit asorati hisoblanadi. Bu doimiy kasallikka olib keladi. Bu kasalliklar sizda doimiy fizioterapiya olib yurishingizga yoki bo'g'im sohasiga ukollar olishga yokida doimiy travmatolog konsultatsiyasini, ortoped konsultatsiyasiga borishga majbur qilib qo'yadi. Shuning uchun bu holatni oldini olish uchun birinchi o'rinda travma oldingizmi, travmatolog ortopedga uchrashishingiz kerak. Travmatolog ortoped sizda rengen tekshiruvlariga yuboradi. Rengen tekshiruvlarini kerak bo'lsa kalsiy, vitamin D tekshiruvlarini olib boradi va bu tekshiruvlardan keyin sizga immobilizatsiya maqsadida gipsli bog'lam qo'yishga ko'rsatma bormi yo'qmi? Agar ko'rsatma bo'ladigan bo'lsa gipsli bog'lam qo'yiladi va muddati qancha muddatda travmatolog nazoratida bo'lishingiz haqida sizga to'liq ma'lumot beradi. Bu narsalar esa hammasi asoratlarni oldini olish, ertaga kelajakda nogiron bo'lib qolishini oldini olish maqsadida sizga yordam ko'rsatadi va nazoratda bo'lasiz. Paylarning cho'zilishi, suyaklarning sinishi bu travma mexanizmiga bog'liq bo'ladi. Travma mexanizmi albatta ta'sir qiluvchi omil bo'lishi kerak. Ta'sir qiluvchi yiqilganda yer qism bo'lishi mumkin yoki travma olganda bironta jism yoki bironta jonli predmet ta'sir qilishi kerak. O'shanda ta'sir mexanizmi kelib chiqadi va bu yerda siniq yoki paylar cho'zilishi kuzatiladi. Travmatologiyani, ortopediyaning oltin qoidasi bor. Shish bo'ldimi, pakoy berish kerak. Shish bo'ldimi, o'sha bo'g'imga dam berish kerak bo'ladi. Suyak sindimi, o'sha joyga dam berish kerak. Paylar cho'zildimi, shu sohaga dam berish kerak bo'ladi. Xoh u fiksator bog'lam bo'ladimi, xoh u gipsli bog'lam bo'ladimi, bu shu holatga dam berish kerak bo'ladi va bu holat sizni ertaga asoratlarni oldini olishga olib keladi. Agar sizda ham travma jarohatlari kuzatilsa, quyidagi telefonlarga murojaat qiling.